Assalomu alaykum, hurmatli tinglovchilar. Demak, bugungi mavzuyimiz bosh miya nervlarining funksiyasi, shikastlanish alomatlari va ularning tekshirish usullari haqida gaplashamiz. Bosh miya nervlari orqa miya nervlariga judayam o'xshash bo'ladi. Ular miya asosidan tarqaladi. Bosh miya nervlarining o'ziga xos tuzilishi va funksiyasi orqa miya nervlaridan farqlanadi. Ularning bir qismi harakatga keltiruvchi nervlar, ikkinchisi sezuvchi nervlar, e, qolgani bo'lsa aralash nervlar deb uchta demak toifaga bo'linadi. O'zi jami 12 ta juft nerv bor, shuni uchtaga bo'lamiz. Mana shu slaydda rasmda ko'ryapsizlar. Mana bosh miya. Bu bosh miyani biz pastki qismidan ko'ryapmiz. Ya'ni miya asosidan chiqadi nervlar e, va 12 ta juft nervning 11tasi yuz sohasidagi va bo'yin sohasidagi a'zolarga, muskullarga borib, ularni faoliyatini boshqaradi, ya'ni innervatsiya qiladi. Bittasi, demak, 10-juft nerv, nervus vagus bo'lsa, hop, u ichki a'zolarga borib, ichki a'zolarni demak ish faoliyatini boshqarib unga ta'sir qiladi. Bosh miyadan 12 ta juft nerv ajraladi. Ulardan birinchi, ikkinchi, sakkizinchi juftlari sezuvchi, uchinchi, to'rtinchi, oltinchi, yettinchi, 11 va 12 juft nervlar harakatlantiruvchi, beshinchi, to'qqizinchi, 10-juftlar aralash nervlar deb ataladi. Ularning ko'pchiligi asosan demak 3-chi, 7-chi, 9-chi, 10-juftlardan vegetativ tolalari mavjud. Ya'ni ichki a'zolarga boradi degani bu va ularni boshqaradi degani. Sezuvchi nervlar analizatorlarning demak periferik qismlarini tashkil qiladi. Masalan, birinchi juft nerv buni Fidlow nervi, ikkinchi juft nerv demak ko'ruv nervi va sakkizinchi juft nerv eshituv nervi va tan bilish nervida yettinchi va to'qqizinchi juft nervlar ham ishtirok etadi. Demak, birinchi juft nervni buni Fidlow nervi, nervus olfaktorius deb ataladi. Ikkinchi juft nerv demak ko'ruv nervi, nervus opticus. Uchinchi juft nerv bu ko'zni harakatlantiruvchi nerv, nervus oculomotorius deb ataladi. To'rtinchi juft nerv, demak g'altaksimon nerv, blok nervi deb ataladi va lotin tilida nervus trachealis deb nomlanadi. Beshinchi juft nerv buni uch shoxli nerv, ya'ni nervus trigeminus deb nomlanadi. Hop, oltinchi juft nerv bu ko'zni uzoqlashtiruvchi nerv deb atalib, nervus abducens deyiladi lotinchasiga. Yettinchi juft bu yuz nervi, nervus fascialis deb nomlanadi. Sakkizinchi juft nerv dahliz chig'anoq nervi yoki eshituv muvozanat nervi deb ham ataladi. Lotin tilida nervus vestibulocochlearis deb nomlanadi. To'qqizinchi juft nerv til yutqun nervi, nervus glosopharyngeus deb ataladi. 10-juft nerv buni adashgan nerv, nervus vagus deb nomlanadi. 11-juft nerv bu demak qo'shimcha nerv, nervus accessorius. 12-juft nerv til osti nervi, nervus hypoglossus deb nomlanadi. U demak juft nervlarning ko'rinishi, katta miya yarim sharining qoq o'rtasidan chiziq o'tkazadigan bo'lsak, demak juft nervlari ekanligini ko'rib bilsak bo'ladi. Miyaning asosidan chiqadi va bu rasmni miyani pastki qismidan ko'ryapmiz rasmni. Hop, bu slaydda yana shu
juft nervlar takrorlangan, ya'ni ularning nomlanishi takrorlangan. Bu rasmda ham ko'rsak bo'ladi. Demak, bu juft nervlar qaysi a'zolarni borib boshqaradi? Masalan, deylik, birinchi juft nerv, hidlov nervi, burun bo'shlig'ining shilliq qavatida, demak, maxsus retseptorlar joylashgan. Biz har xil hidlarni sezamiz va demak, o'tkir hidni sezishimiz, masalan, yoki bir qaysidir bir mahsulotning hidini sezishimiz, to'qiyni hidini sezishimiz aynan shu nerv orqali bosh miyaga signal yetkazib beriladi. Demak, yuqorida keltirilgan 12 juft bosh miya nervlaridan 9 jufti harakatlanish funksiyasini boshqarishda qatnashadi. Ulardan 6 jufti faqat harakatlanish, 3tasi aralash nervlar hisoblanadi. Ya'ni aralash deganda ham sezuvchi, ham harakatga keltiruvchi xususiyatga ega bo'lgan nervlar. Harakat nervlarining birinchi neyroni old markaz burmasining pastki bo'lmasida joylashgan. Uning aksoni esa uziga tegishli bo'lgan bosh miya harakatlanish yadrosiga boradi. Ikkinchi, demak, ikkinchi neyronning harakatlanish tolasi 12 demak 12 juft bosh miya nervlarining yadro hujayralaridan boshlanadi. Bu tola orqa miya old shoxchasi hujayralariga o'xshash va miya tanasiga joylashgan. Asosan, demak, Varolev e, ko'prigida. Keyin esa harakat tomirchalari miya tanasidan o'ziga tegishli bo'lgan yuz mushaklariga, tish, og'iz bo'shlig'i va tomoq mushaklari tomon yo'naladi. Birinchi juft hid sezuvchi nervus olfaktoriy deb nomlanadi lotin tilida. Demak, neyron va uning periferik o'simtasi burun shilliq qobig'ining yuqorgi bo'lmasida joylashgan. Bu hujayralar hidlov, demak, hidli moddalar ta'sirini bevosita qabul qilib, markaziy o'simtalar orqali bosh, demak, suyak bo'shlig'igacha uzatadi. Bu hid sezish nervi deb ataladi. Neyron bosh miyadagi hid sezish piyozchasida joylashgan. Bu piyozchadan ikkinchi neyron tomirchalari chiqib, hid sezish yo'lini tashkil qiladi. Hid sezish yo'lidagi har xil bo'lmalarda asablar uzilib qolishi va natijada bu yo'l 3-4 neyronli yo'l bo'lib qolishi mumkin va ular hid sezish markazigacha borib to'xtaydi. Hid sezish nervlari funksiyasini tekshirishda har xil hidli moddalar qo'llaniladi. Hid sezish funksiyasi buzilishida hidlarni sezish hissi yo'qolganini anosmiya yoki kamayib ketganligini, demak, giposmiya deb nomlanadi. Patologiya holatida kamdan kam kuzatiladi. Ikkinchi juft ko'ruv nervi. Demak, ko'ruv analizatorining o'tkazgich yo'li 4ta neyron zanjiridan iborat. Neyron hujayralari ko'z retinasi, ya'ni to'r pardasida joylashgan bo'ladi. Birinchi neyron hujayralari ko'ruv hujayralari yoki ko'ruv tayoqchalari va qo'lbochalari esa uning markazida bo'ladi. Retinaning chetlarida qo'lbochalar esa uning markazida bo'ladi. Retinaning markazida sariq dog' ko'plab qo'lbochalar bo'ladi. Ular buyumlarni eng aniq ko'rish joyi hisoblanadi. Qo'lbochalar kunduzgi ko'radigan va rangni sezadigan hujayralardir. Tayoqchalar esa buyumlarni qorong'ida ko'rishga yordam beradigan retseptorlardir. Demak, bizni ko'zimiz obyektlarni ko'rishda asosiy ikkita retseptordan foydalanadi. Birinchisi, demak, qo'lbochasimon, ikkinchisi tayoqchasimon. Qo'lbochasimon retseptorlar, demak, bular kunduzgi ko'rishda aktiv bo'lsa, tayoqchasimonlar bular kechasi ko'rishda aktiv bo'ladi.
Ko'lbochasimon retseptorlar ular uchta rangni farqlay oladi. Qizil, yashil, ko'kni. Tayoqchasimonda unaqa xususiyat yo'q ranglarni farqlaydigan. Demak, ko'ruv hujayralarining protoplazmatik o'siqchalarida ko'ruv purpuri, ya'ni rodopsin joylashgan bo'lib, yorug'lik ta'sirotini nerv impulsiga aylantirib beradi. Hosil bo'lgan nerv impulslari birinchi neyron aksoni orqali ikkinchi neyronga, ya'ni bipolyar hujayralarning dendritlariga o'tadi. Nerv impulsi, yani ganglioz hujayra aksonlari yig'ilib, ko'ruv nervini hosil qiladi. Ko'ruv o'tkirligi. Demak, ko'ruv o'tkirligi odatda 5-6 metrda o'lchanadi. Tekshirish uchun mana qator qilib jadval shaklida joylashtirilgan harflar yordamida olib boriladi. Ya'ni buni Golovkin-Svitser jadvali deyiladi. Hozir rasmda ko'rasizlar. Bemor jadvaldan, demak, 5 metr uzoqlikda turib, eng kattasidan boshlab eng kichigigacha bo'lgan harflarni ilg'ay olishi va aytishi kerak bo'ladi. Agar bemor 10 qator harf, 10 ta demak qator harflarning hammasini aniqlay olsa, ko'rish o'tkirligi 1 deb hisoblanadi. Agar bemor faqat birinchi qatordagi katta harflarni ko'ra olsa, uning ko'rish o'tkirligi 0,1 hisoblanadi va ketdi o'sha keyingi qatorlarga tekshirilib boraveradi. Ko'ruv nervining uzilishi to'la ko'ra olmaslikka olib kelishi mumkin. Buni amafroz deyiladi. Ko'rish o'tkirligining pasayishi ambliopiya deyiladi. Ko'rish o'tkirligi pasayishi refraksiyani o'zgarishi bilan bog'liq va bu kamchilik linzalar yordamida to'g'rilanadi. Mana okulist shifokorlarning ko'rigiga borgan paytimizda mana shu jadvalni bizga ko'rsatishadi va bitta ko'zimizni yumgan holatda bu harflarni aytishimiz kerak bo'ladi. Agarda demak birinchi katta SHB harflarini aytyapmiz, faqat qolganlarini pastki qismidagi harflarni aytolmayotgan bo'lsak, demak bu 0,1. Ikkinchi qatorni ham aytolmayotgan bo'lsak 0,2, uchinchisini ham aytolmayotgan bo'lsak, demak 0,3. Demak, bu minusovoy zreniyalarni belgilab beradi bizga. Endi ranglarni his qilish. Bunda ham maxsus tekshirish usullari bor. Tekshirish mana professor Rapkin jadvali bo'yicha olib boriladi. Bunda har bir ko'z bilan jadvalning har varag'ini bir ko'z bilan o'qiladi. Po'stloq osti ko'ruv nervi yoki po'stloq zonasi shikastlanganda ranglarni aniqlay olish birmuncha yoki butunlay buziladi. Ko'pincha qizil ranglarni anglash buziladi. Mana quyidagicha testlar bor, ya'ni har xil karta deylik. Masalan, kartadagi rasmlar ko'rsatiladi va rasmdagi harf yoki bir figurani yoki bir hayvonni aytish kerak bo'ladi. Agarda ayta olmayotgan bo'lsa, demak ranglarni ajrata olmayotganligidan dalolat beradi. Bu demak daltonizm kasalligi deb nomlanadi. Ko'rish maydonini tekshirish, ya'ni maksimal burchakka burilgan holda ko'zning ko'ra olishi ko'zning ko'rish maydoni hisoblanadi. Qanchalik burchakka burilganini yoy ichida belgilab qo'yilgan burchak darajali ko'rsatadi. Perimetr yoyini chap o'ng tomonlarga burib, bemorni ko'rish maydoni chegaralari aniqlanadi. Normal ko'rish maydon chegarasi demak, tashqarisi 90 gradus, ichkarisi 60, pastki 70, yuqorisi 60 gradusga teng bo'ladi. Mana quyidagicha asbob uskunalari o'zining maxsus kompyuterlari bor. Shu asbob uskuna va kompyuter yordamida, texnikalar yordamida ko'ruv o'tkirligi, ko'zning tubi hammasi tekshiriladi. Ko'zning chuqurligini tekshirish. Endi oftalmoskop yordamida ko'z chuqurligi tekshiriladi. Tekshirish vaqtida mana qurishib qolgan to'r parda giperemiyasi, venalar kengayganligi va torayganligini, nevrit hamda qurib qolgan to'r parda va ko'rish nervlarini sezish mumkin bo'ladi tekshirishda. Ko'pincha bunday holat bosh miyadagi shishlar
gidrotsefaliya, absses, meningitlarda seziladi. Uchinchi juft ko'zni harakatlantiruvchi nerv, to'rtinchi juft g'altak nervi, oltinchi juft, demak, uzoqlashtiruvchi nerv deb ataladi. Bularning hammasi demak ko'zning faoliyatida qatnashadigan nervlar hisoblanadi. Ko'z mushaklari quyidagilardan iborat. Demak, yuqorgi to'g'ri mushak ko'z soqqasini yuqoriga harakatlantiradi. Pastki to'g'ri mushak ko'z soqqasini pastga harakatlantiradi. Tashqi to'g'ri mushak ko'z soqqasini tashqariga harakatlantiradi. Ichki to'g'ri mushak ko'z soqqasini ichkariga harakatlantiradi. Uh, Yuqorgi yon mushak ko'z soqqasini pastga, tashqariga harakatlantiradi. Pastki yoki pastki yon mushak ko'z soqqasini yuqoriga va tashqariga harakatlantiradi. Bulardan tashqari, demak, qovoqni yuqoriga harakatlantiruvchi mushak ham bor hisoblanadi. Uchinchi, to'rtinchi, oltinchi juft nervlar mana ko'zni harakatlantiruvchi nervlar hisoblanadi va buni funksiyalarini tekshirish endi. Bemorga quyidagilar taklif qilinadi. Ya'ni birinchisi A. Vrach barmog'iga yoki qo'lidagi bolg'achaga tik qarab turish. Bunda ko'z qorachig'ini kengligi va ularni bir tekisdaligiga, qovoqlarning osilib turishiga, ko'z soqqasini bo'rtib chiqqan, ya'ni egzoftalm holatiga yoki e, chuqurlab, ya'ni botib kirib ketgan holatida buni enoftalmiyaga ahamiyat beriladi. Ko'z soqqalarini holati, shakli va qorachiqning katta kichikligiga e'tibor beriladi. Bu egzoftalm holati. Demak, sizdan chap tomondagi ikkita ayol kishi, mana ikkita rasm berilgan. Eng chapki rasmda bu egzoftalm ko'zlar charchab chiqib ketgan holati. Yonidagi rasm, demak, bu normal rasm. Bunda ham shu ayol, boshqa ayol kishi ikkita rasmi, egzoftalm holatidagi rasm, ko'zlar charchayib chiqib ketgan va normal rasm. Enoftalm bo'ladigan bo'lsa, demak, ko'zlar botib kirib ketgan. Masalan, mana bu bolada yaqqol ko'rinib turibdi. Chap ko'zi o'ng ko'ziga nisbatan, demak, botib ichkariga kirib ketgan. Bunda ham endi o'ng ko'zi botib ichkariga kirib ketgan holatni ko'rsa bo'ladi. Buni demak enoftalm deyiladi. Ikkinchi holatda, demak, bemorga yuqoriga, pastga, yon taraflarga qarash so'raladi. Ko'z soqqalarining harakatchanligi tekshiriladi. Qorachiqlarning nur ta'sirida to'ppa-to'g'ri va birgalikdagi ta'sir tekshiriladi. Bemor ko'zini qo'l kafti bilan biroz berkitilsa, qorachiq kattalashadi. Ochilsa, qorachiq torayib kichiklashadi. Demak, tekshirish yoritgich bilan olib boriladi. Keyingi, demak, tekshirish yo'li, usuli konvergensiya va akkomodatsiya reaksiyasini tekshirish. Demak, bemordan 50-60 santimetr uzoqlikda vrach barmog'iga tik qarab turishi, barmoq harakatini kuzatib turishi so'raladi. So'ngra vrach barmog'ini asta-sekin bir tekisda bemor burnigacha olib keladi. Normal holda ko'z soqqalari biriga buralib yaqinlashadi. Buni konvergensiya deydi va shu vaqtning o'zida qorachiq toraya boshlaydi. Buni akkomodatsiya deyiladi. Bu konvergensiya holati. Bitta barmog'iga qarab tursa. Bemorni tekshirganda, demak, ptoz aniqlanishi mumkin. Demak, tashqariga yoki ichkariga qaragan g'ilaylik, yuqoriga, pastga, yon taraflarga ko'zning harakatlanish doirasi chegaralangan bo'lishi mumkin. Qorachiqni nurga bo'lgan reaksiyasi buzilganligi ham sezilishi mumkin. Miya oyoqchalari yon atrofdagi shikastlanish natijasida uchinchi juft nerv funksiyasi buzilishiga olib keladi. Markaziy
neyronlarning ikki tomonlama po'stloq yadro aloqadorligi tufayli ko'z harakat mushaklari markaziy falaji amaliyotda demak kuzatilmaydi. Mana ko'zlarning ya'ni qorachig'ining kattalashib ketishini buni midriyaz deyiladi. Yuqori demak qovoqning pastga tushishini buni ptoz deb ataladi. Demak, ptozning ham mana darajalari bor, yengil, o'rta va og'ir darajalari bor. Buni qanday belgilanadi? Bu yuqori qovoq qanchalik darajada qorachiqqa yaqin kelgan va qorachiqni ustuna qanchalik darajada bosib qolgan. Shunga qarab e, darajalari belgilanadi ptoz kasalligining. Xo'p. Beshinchi juft nerv, uch tarmoqli nerv deb nomlanadi. Nervus trigeminus aralash nerv turiga kiradi, ya'ni harakatlantiruvchi va sezuvchi faoliyatini bajarib turadi. Bu nerv yuzning teri yuzasidagi old bo'limi, boshning tukli old tomoni, og'iz va burun shilliq qobiqlarini, til, ko'z soqqasi, miya suyuqligi sezuvchanligini amalga oshirib turadi. Nervning harakat tolalari chaynash mushaklarini harakatlantiradi. Uch boshli nervning sezgi tolalari orqa miya asablariga o'xshab chakka suyak piramidasining old yuzasida joylashgan va o'ta sezgir gangliyadan boshlanadi. Buni gaz-sarid tugunchasi deb nomlanadi. Mana uch shoxli nerv. Mana shu tuguncha bir, ikki, uch yirik e, shoxlar chiqadi shoxli nervdan va ko'zlarga, burunga, og'iz shilliq qavatlariga, bezlarga ta'sir qiladi. Demak, beshinchi juft nervning funksiyasini tekshirishda yuz va boshning tukli qismi sezgirligini palpatsiya, ya'ni qo'l bilan ushlab paypaslab ko'rib, ta'm maza sezgirligini esa tilning old tomonidan bajariladi. Chaynash mushaklari parezida pastki jag'ning og'iz ochilishi va yopilishida so'rilish, siljishi, shikastlangan tomondagi mushaklarni kuchsiz taranlashishi kuzatiladi. Bunday patologiyaning sababchilari shishlar va yallig'lanish jarayonlari bo'lishi mumkin. Yettinchi juft nerv yuz nervi. Bu asosan harakat nervi hisoblanadi. U mimika mushaklari va e, quloq suprasi mushaklari hamda til uchidagi ta'm sezish nuqtalarini harakatlantirib turadi. Nerv yadrolari yuqorgi va pastki Varolev ko'prikchasining pastki bo'lmalarida joylashgan. Nerv tolalari ko'pincha miya atrofidagi, demak, miyadan boshlanadi va old eshitish nervi sakkizinchi juftlik bilan birga chakka suyagining ichki eshitish e, tuynugiga kiradi. Undan yuz nervi kanaliga o'tadi, so'ngra yuz nervlari bosh suyagidan chiqib, panjalar kabi demak bo'lingan holda hamma yuz mushaklari e, harakatlantirishda ishtirok etadi. Bu nervlarni bemorni o'tirgan holda, yotgan va tik turganda tekshirish mumkin. Mana shu yuz nervi. Yuz sohasining barcha muskullariga borib va u muskullarni boshqaradi. Peshona ajinlari bir tekis bo'lib qolgani, ko'z demak qorachigini kengaygan, og'iz burchagi pasaygan bo'ladi. Peshonani tirishtira olmaslik, ko'zlarni yuma olmaslik logoftalm bo'lishi ham mumkin. Jilmaygan paytda og'iz burchagi sog'lom tomonga burilib ketadi, tortib ketadi. Lunchni shishirganda shikastlangan tomoni ko'proq shishib ketadi, sharga o'xsham. Shikastlangan mushaklarda keyinchalik qurishib qolishi yoki mushak reaksiyasi butunlay buzilishi mumkin. Agar nervlar sovuq qotsa, bosh suyak asosi sinsa, Varolev ko'prikchasi atrofidagi qon aylanishi buzilsa, yettinchi juftlikning demak juftning shikastlanishi kuzatiladi. Yettinchi juft nervi shikastlanishlari ko'proq ensefalit,
miya yarim sharlaridagi oq modda va ichki kapsulalarda qon aylanishi buzilishida sodir bo'lishi mumkin. Sakkizinchi juft nerv buni dahliz chig'anoq nervi yoki eshituv muvozanat nervi deb ataladi. Bu faqat sezuvchi nervdir va u ikkita mustaqil sezgir nervlardan iborat. Birinchisi koxlear nerv, ya'ni chig'anoq nervi va ikkinchisi vestibulyar nerv deb ataladi. Shuning uchun ham dahliz chig'anoq yoki eshituv muvozanat nervi deb ataladi. Koxlear nerv lotinchasi nervus vestibular cochlearis deb nomlanadi. Cochlear nerv qismi spiral shaklidagi sezgir tuguncha shaklida quloq ichida joylashgan bo'ladi. Birinchi neyronning periferik o'simtasi Cortiev organidan boshlanadi va e, eshituv nervining qabul qiluvchi asosiy qismi bo'lib xizmat qiladi. Ichki eshitish tirqishida vestibulyar apparatning sezuvchi nervlari joylashgan. Tugun hujayralarining periferik o'simtasi ichki quloqning yarim yadrosimon kanalidagi retseptorlar hujayralariga yetib boradi. Vestibulyar nerv yadrosi ko'rish dungligi va bosh miya po'stlog'i bilan miyacha orqali uzviy bog'langan bo'ladi. Demak, bular orqa miya bilan hamma bog'langan bo'ladi. Hammasi vestibulyar apparat gavda muvozanatini saqlab turuvchi muhim organ hisoblanadi. Bu ichki quloqda joylashgan hisoblanadi. Hop, keyingi slayd. Eshitish nervi funksiyasini tekshirishda eshitish o'tkirligi audiometriya yordamida amalga oshiradi. Ya'ni shunaqa pribor bor, shu pribor yordamida eshitish tekshiriladi. Mana shu pribor audiometriya quloqning qanchalik darajada desibel va gertslarda eshitish holati tekshiriladi. 9-juft nerv til halquv nervini ko'rib chiqamiz. Nervus glosopharyngeus deb nomlanadi lotinchasiga. Hop, bu aralash nerv bo'lib, harakat sezuvchi va vegetativ parasimpatik tolalardan iborat. Nerv 4 yadrodan harakatlanish, sezish, tam maza sezish, vegetativ sekretor yadrolaridan tashkil topgan. Bu yadrolar uzunchoq miyada joylashgan. Sezish yadrolari og'iz bo'shlig'idagi tam maza markaziga yetkazadi. Til halqum nervlari halqum, tilcha, tanglay mushaklarini harakatlantirib, yutinishga va artikulatsiyaga yordamlashadi. Sekretor vegetativ tolalar quloq oldi bezlarini harakatlantiradi. Bemorni tekshirganda uning nutqiga va yutinishi yomonlashganligi haqida shikoyatga e'tibor berish kerak bo'ladi. 10-juft nerv, buni adashgan nerv deb ataladi. Adashgan nerv miya qobiqlarini tashqi eshitish yo'li, tiqildoq, traxeya, bronxlar, o'pka, oshqozon va ichki trakt va qorin bo'shlig'idagi qolgan a'zolarni sezgirligini nazorat qilib turadi. Nervning harakat tolalari hiqildoq, tanglay, traxeya va bronxlarni, yumshoq mushaklarini, oshqozon ichak mushaklarini, qizilungash oshqozon ichak mushaklarini harakatlantirib turadigan nerv hisoblanadi. Demak, ichki a'zolarni boshqaradigan nerv. Bu nervga yana oshqozon osti beziga kelayotgan sekretor tolalar, yurak faoliyatini tormozlovchi tolalar hamda qon tomirlariga boradigan tolalar ham bor. Til halqum nervlari bilan umumiy bo'lgan sezish va harakat yadrolari bor. Ichki organizmlarni harakatlantirib turuvchi vegetativ yadrolari ham bor. Adashgan va til halqum nervlari muhim hayotiy ahamiyatga ega. Ular yutinish jarayonini artikulatsiya, ya'ni nutq hosil bo'lish va organizmning normal bo'lishini ta'minlab turadi, ya'ni ichki a'zolarni boshqaradi. Adashgan nerv ichki a'zolardan kelayotgan hissiyotlarni o'tkazuvchidir, ya'ni bosh miyaning ma'lum bir markazlariga. Bu nerv yo'talish va qayd qilish reflekslarini, qon tomirlarining tartibga va me'yoriy bo'lib turishiga katta ahamiyat
beradi. Mana masalan, bu adashgan nerv, mana adashgan nerv, mana adashgan nerv va ichki a'zolarga ketdi. Yurak, oshqozon, ichak, oshqozon osti bezi, jigar, qizilungach, traxeya, bron hammasiga demak nerv tolalarini yetkazib beradi. 11-chi qo'shimcha nerv, nervus accessoris deb nomlanadi. Qo'shimcha harakat nervi hisoblanib, spinal va kranial qismlardan tashkil topgan. Uning birinchi neyroni orqa miyadan boshlanib, yuqoriga ko'tariladi. Gardan, demak, tirqishidan bosh suyak bo'shlig'iga, so'ngra chuqurcha tirqish orqali bosh suyak bo'shlig'idan chiqib, ko'krak, umra osti va trapetsiosimon mushaklarni harakatlantiradi. Ya'ni mana shu bo'yin sohasidagi mushaklarni harakatlantirib, boshni o'ngga, chapga, umuman yon atrofga harakatlantirishda ishtirok etadi. Birinchi mushak funksiyasi boshni yon tomonlarga egish va shu holda aylantirib, teskari tomonga egishga imkon yaratishdir. Trapetsiosimon mushak yelkani biroz ko'tarib turadi, belni orqadan tortib turadi, bel ko'kraklarini umurtqagacha yetkazib turadi. 12-chi juft nerv til halqum, til osti nervi, nervus hypoglossus deb nomlanadi. Demak, bu harakatlantiruvchi nerv hisoblanib, u til mushaklarini harakatlantirib turadi. Nervning periferik yadrosi rombsimon chuqurcha tubiga joylashgan bo'lib, uning tomirchalari 10-15 ta mana uzunchoq miyadan chiqib, bir tutam holida til osti nervi kanali orqali bosh suyakdan chiqadi. 12-chi juftlikni tekshirishda, ya'ni mana shu 12-chi juftni tekshirishda bemordan tilni chiqarish so'raladi. Normal holda til o'rta chiziqda bo'ladi. Shikastlanish alomati chiqarilgan til shikastlangan tomonga burilib qolgan bo'ladi. Periferik falajda shikastlangan tomon atrofiyasi kuzatiladi. E'tiboringiz uchun rahmat. Sizlar bilan demak 12 ta juft nervni ham tugatdik. Men hozir prezentatsiyani yopib yana qaytadan kiraman. Ya'ni Zoom'ni yopib qaytadan kiraman.